shahodatni ilk bor arab tilida aytganingizda to'g'ri biroz adashishlar bo'ladi. Chunki to'g'ri talaffuz qilish boshida qiyin edi. Ingliz tilida aytishim bilanoq hozir ham his qilyapman. Boshingizdan boshlab titroq bosib keladi. Keyin orqa miyadan o'tib so'ng butun tanangizga tarqaladi. Hozir uni oyoqlarim uchigacha his qilib turibman. To'lqinni his qilasiz. Xuddi eski hayotingiz sizdan chiqib ketayotgandek bo'ladi. Eski hayotingiz sizni tark etyapti va boshingizdan boshlab yangi hayot kirib kelyapti. Xuddi Odam alayhissalomga boshlaridan ruh puflab kirgizilgandek. Shuni his qildim. Oyoqlarim uchigacha yetib borgach, bilasizmi? Televideniya o'chib qolsa, ekranda chiyillagan ovoz chiqib qoladi. Quloqlarimda xuddi shunaqa tovushni eshitdim. Hatto ko'zlarim biroz pushti ko'ra boshladi. Ko'zim ham biroz boshqacharoq ko'rishni boshladi. Ana shunda yengillikni his qildim. Judayam yengil. Men uddaladim. Qushdek yengilman. O'sha zahoti asrga azon aytilishni boshladi. Tahorat olish uchun bordim. Lekin qanday qilib tahorat olishni bilmadim. Kimdir menga unday qilasiz, bunday qilasiz, unday qilmang deb o'rgatib turdi. Keyin Al-Qadimdagi masjidga kirdim. O'sha yerdagi bir tanishimni yoniga turib oldim. Butun namoz ichi unga qarab bajarardim. Undan ko'rib o'rgandim. Ana shu mening birinchi namozim edi. O'shandan buyon birorta namozimni qazo qilmadim.